Bismillahirrahmanirrahim. Kim bu? Assalomu alaykum. Ye? Qandaysın he? Ke, turash qo'yaylik. Assalomu alaykum. Men to'ltar yaxshimi? Bayka aytatasizmi? Assalomu alaykum. Ay mama. Qanday? Men sog'ingiz yaxshi aka. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Kurslar boshlandingizmi? Yaxshimi? Bu arava elini sizga dag'i 5000 so'm shu qilishga qo'shib qo'yasiz deb olib keldik. Ehson qilganlarga bir duo qilib qo'yasizmi? Allohim qilgan ehsonlarni o'zi qabul qilsin. Amin. Faqat bozordagi ejekalaring krossovkalar berish berdi-da, kecha kiyib ko'raylikchi. Kechi. Ay maşallah. Ağzına. Qani, kiyib ko'rchi. Ay, o'zingniki ekan-da, ha? Ating kim edi? Islom? Ruslan. Ay maşallah. Setishni. O'zingni krossovkangga o'xshatgan-a bundoq, ha? Bo'pti. Qizim, saqada kiydiraymi? Ye, kiydirib qo'ying. Atasi kiydiringchi. Jan ekan-da, unab aytami? Buni dag'i beri. Bundan qarasan, kech futbolka edi. Ay maşallah. Ay subhanallah. Ana. Ana. Qani akangga bir qarachi. Olib bergan ejakalarga rahmat ha bozordagi, ha? Buna dag'i bor saga. Buna shortikchi. Yo'q, yaxshilar kichi kiyver. Kiyver. Deb short, ha, kiyver. Ha, kiy. Ay maşallah. Bu qizchamizga dag'i buna futbolkalar bor. Dag'i ishtanishkalar bor. O'shalarni dag'i kiyintirib qo'yasiz balki. Bo'ptir. Ertangmi bu qizni bir nima qilib turib, ana kiyintirib qo'yasiz. Hozir uni bu yerda chechib yuraylik. Men buni uyga olib kirib qo'y. Ana ichindagi brijani chechib turib, shu shortikda yurgin, ha? Chiroyli bola bo'lib qolsin ikkinda, so'lim bo'lib. Akalar, bu yerda inshaalloh qurilishlarimiz ketyapti ekan. Alloh fazlidan mana binolar qo'yib, bu yerda xalq o'zi mahallasi do'stlar tushirishib, akamiz mana betonga armaturalarni to'qishni boshlabdi, mashalloh. Bu yerda bu shu qurilishimizni boshqarayotgan maktab direktori akamizning nomerlarini ostlarga qo'yib ketamiz. Albatta bunga bee'tibor bo'lmanglar. Bu ko'rayotgan videolarni обязательно repost qilinglar, обязательно like bosib, o'z fikringizni kommentariylarga yozib qo'yinglar. Do'stlarga ulashib, обязательно подпискasini bosib qo'yinglar. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.